Ujmi daraxining yildiz po'stining roli. 1. Jigarni asrash. Ujmi daraxining yildiz po'sti insonlarning jigarini qo'g'dash rolini o'ynaydi. U dora va g'idiqlug'ich moddalarning insonlar jigariga bo'lgan ziyinni azaytib qolmay yana ziyonga uchragan jigar hujayralarini asliga keltirdi hamda jigarning zahar qaytarish iqtidorini yuqori ko'tardi. 2. Yuqori qon besimining oldini olish. Ujmi daraxining yildiz postidagi flavon va fenol turidagi birikmalar insonlarning qon va yurak qon tomirlarini yaxshi tangshaydi. U qonning yepishqoqligini tuvaltib qolmasdan yana qon tomirining avrishimligini va elastikligini yuqori ko'tardi. Shundaqla yurak muskulini ozuqlantirib, yurak muskulining tarayish iqtidorini yuqori ko'tardi. Kishilar odatda ujmi daraxining yildiz postini muvofiq iste'mol qilib bersa, qon besimining o'rlab ketishining oldini oldi. Shundaqla yurak qon tomir kasalliklarining qo'zg'alish nisbatini tuvaltdi. Ujmi daraxining yildiz postini iste'mol qilish usuli. Ujmi daraxining yildizining ko'p xil o'xshamagan iste'mol qilish usuli bor. Umoch qaynatish eng ko'p uchraydigan ham eng oddiy bir xil usul bo'lib, qurgan ujmi daraxining yildizini ezib, har qatimda 10 gramga 60 tal guruch va 15 gram oq shakar aralashtirib, qozonga suv quyib, sho'ygirish qaynatib iste'mol qilsa, issiqni yondirib zahar qaytaradi. Manfiylikni quvvatlab, issiqni yondirib, odam bandagi uzuqlik to'liqlaydi. 2. Sho'rpa qaynatish. Ujmi daraxining yildiz postini yana sho'rpa qilib ichishga bo'ladi. Uni qaynatganda muvofiq miqdorda zanjavil posti hamda palma marzi qatorliq jungo tibobat dori materiallarini aralashtirildi. Uni birga qaynatgan sho'rpa 5 yupiklik sho'rpa deb ataldi. U ishiqni yondirish roliga ega bo'lib, insonlarning badanidagi sovuq ishiqni davolashda ro'shan davolash roliga ega. Ujmi daraxining yildiz postini ayrim sho'rpa qilib ichishga bo'ladi. Uning bilan birga qaynatilgan sho'rpani bevosita ichsa, odamning o'pkasi qurg'oqlashib, yo'tilishini pasaytgili. Shundaqla yuqori nafas yo'li yuqumlanishining oldini olg'ili bo'ladi.